Assalomu alaykum Tarnov Dravlik muxlislari. Bugun mana Xudo xolasa Qo'qon shahariga kiradi aka. Qo'qon shahariga akamizga dravlikamizni yetkazib berdik. Nozib ishlatib ko'rsatib beramiz. Qani yo'qoning bo'ldi. Ko'proqdan tashlaylik o'zing olib. Akamiz bundan oldin o'rtoqlarni dravlikani olib kelib ishlatar ekanlar. Aka, u ham Tarnodan olganmiz bu dravlikani. Ha, fikringizni endi aytsangiz endi obunachilarimizga qiziqda aka. Qo'y boqqani mayda yaxshi chiqaradi, zo'r. Adashmasam, meni qo'ylarni ham o'rtog'ingiz dravlikalarni olib kelib chiqarib yemlaysizlar shularni. Qo'chqorlar kattalikda baho berdi obunachilarimiz. Bunaqa qo'chqorni o'zim seriyosni birinchi marta ko'ryapman. Videolarda ko'rganman lekin Instagramda qo'y boqgan akalar videolarda ko'rganman. Aka, примерно necha kilolik qo'ylar endi bular? Bu endi tortib ko'ramiz, adashmasam shu 130-140 kilo chiqsa kerak. 130-140 kilolar chiqadi. Ha, balki noq chiqishi ham mumkin. Ha, buni anaqa parodasi qanaqa aka? O'sha Arashandan kelgan. Arashana bular. Ha, bular endi qanaqa qo'ylar? Oddiy qo'ylarmi bular? Bular naslga. Ha, naslga. Ha, Sovurga qo'shgan. Bularchi? Bular oddiy qo'ylar o'zimiz. Oddiy qo'ylarimiz, ha. Lekin bularga maza qildim, o'zim ham juda yoqdi. Ballari. Mana bu yoqda sog'liqlarimiz bor. Akamizda Xudo xolasa qo'ylari yigitlar 30 ta 40 ta qo'ylari bor ekan, 30-40 ta qo'ylari bor ekan. Shu Tornado dravlikamizni olib ishlatar ekanlar. Akasiga dravlikamiz ma'qul keldimi? Ha, Tanjonlar sog' bo'lsin. Obunachi chiqarishadi, qiynalmay. Ha, Tanjon. Obunachilarimiz bitta like bosib, mana shu bizga bosmasalar ham qo'ylar uchun bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaydi. Bunda qo'ylar chiqarib turamiz Xudo xolasa.